Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana o'sha Havolchi aka bo'ladi va bugungi videomiz Asconix kanali uchun tushirmoqdamiz. Asconixning o'zidan ham bir ikkita so'zlar kutib qolamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun juda ko'p kommentariyada yozilibdi, Havola M6 ning korobkasi, motor qismlari qanday, o'zi bu Xitoy mashinasi-ku, bir shuni batafsilroq tushuntirib bering degan savollarga bugun javobini bilib olasizlar. Da, videoni ko'rishdan oldin bitta like va podpiska bilan kommentariyada yozib qoldiring. Qanaqa avtomobilni obzor tushirishimizni bemalol savol bersangiz ham bo'ladi va qani bo'lmasa boshladik. Pocha aka, mana kommentariyada ko'p yozishadi, o'zi bu Xitoy mashinasi, bunga ishonch bormi? Nimasi u, misol uchun hozirda ko'p turibsizlar aka, qo'lingizga telefon ham, misol uchun dunyodagi eng mashhur brendlar ham Xitoyda ishlab chiqariladi. Ya'ni bu Xitoy degani sifatsiz narsa degani emas. Haval Rossiyada endi faktlar bilan tanilgan bo'lsak, bu yil ikkinchi marta eng zo'r brend nominatsiyasini olgan mashina misol uchun. O'zbekistonda ikkinchi o'rinda sotuvlari bo'yicha. Ya'ni bu sifat va yana sifat bilan uyg'unlashgan mashina. Kelinglar endi bir gapni qissa qilamizda motor qismlariga, korobka qismlariga o'tadigan bo'lsak, Haval M6 3 ta pozitsiyadan iborat bo'ladi. Biz 3-pozitsiyani sizga Demak, to'xtang. Asadbek, hozir shunda siz demoqchi bo'lganingiz, bugungi mavzumiz asosan M6 avtomobili bo'ladi. Asosan M6 korobkasi qanday va qanaqa? Ya'ni Haval M6 ning hozirda mijozlari ham ko'payib bormoqda-da, shunga savollar bermoqda. Aha. Demak, hozir Asconix sizlarga batafsil M6 avtomobilini motori, hadovoylari, kuzovi, qanaqa jihozlar bilan jihozlangan bo'lsa, hammasini batafsil tushuntirib beradi va imенно M6 avtomobiliga bo'ladi bugungi avtomobil. Albatta. Ma'lumotimiz 70% yoki 80% motorlari kimlar uchun o'zi asosan ishlab chiqarilgani haqida aytib o'taman. Ya'ni kimlarga mos bo'ladi mashina? Shularni bilib olsanglar bo'ladi. Ya'ni mashina olishda. Qani, demak ketdi. Motordan boshlaymiz Asadbek? Albatta, motorga keladigan bo'lsak, Haval M6 3 ta pozitsiyasi bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi mexanikadan boshlanib, ikkinchi va uchinchi pozitsiyalari avtomatdan boshlanadi. Ya'ni birinchi pozitsiyasidan keladigan bo'lsak, kengliklari, uzunliklari mashinaning baribir bir xil bo'ladi. Asosiy motori ham bir xil bo'ladi. Birinchi pozitsiya mexanika, 6 ta mexanik robotlashtirilgan mexanik korobkadan iborat bo'ladi. Qolganlari esa robotlashtirilgan avtomat korobkadan iborat bo'ladi. Xo'p. Bu motorga keladigan bo'lsak, 140 ta ot kuchiga ega va turposhli tsepli motor bilan jihozlangan. Demak, qarang, Asadbek, shunda bu avtomobilimizni birinchi pozitsiyasi mexanika, 2 bilan 3-pozitsiyasi avtomat. Avtomatdan boshlanadi. Ya'ni kimlar uchundir mexanika qiziq bo'lsa, kimlar uchun avtomat hozirda avtomatning budjetning varianti ham ikkinchi pozitsiya sanaladi. Endi motorga e'tibor beramiz. Bu motorimiz 1.5 turbo bo'ladi, adashmasam. 1.5 turbo, 143 ot kuchi bo'ladi. Demak, tsepli bo'ladi. 143 ot kuchimidi? 143 ot kuchi. 143 ot kuchi. Mana motorga ham e'tibor beradigan bo'lsak, avtomobilimiz turbinalari orqa betda, ya'ni ko'rinadimi bilmadim. Kelib, turbina Haval avtosalonida yoki Asconix kanalida kelsanglar, batafsil ko'rsanglar. Bunda ko'pincha aytishlaricha Haval avtomashinalarini Germaniya bilan birgalikda ishlab chiqariladi. To'g'rimi? Kollaboratsiya qilingan, ya'ni 25-30% germanskiy mahsulotlar bilan ishlab chiqariladi. Birinchi ko'rishimiz mumkin germanskiy miyalar bilan jihozlangan, ya'ni bosh kompaniyasi bilan chista kollaboratsiya qilingan. Ya'ni dunyoning o'zi 70-75% o'zi Germaniya brendi ostida motorlar ishlab chiqariladi. Vaholanki nemis motorlari haqiqatan ham sifat va kuchga ega. Shuning uchun ham Haval ham Germaniya mahsulotini motorda ishlatiladi. Nima qiladi? O'zini qiynab, misol uchun yomon motor chiqargandan ko'ra Germaniyaga shu yarim qismidan o'tkazgandan ko'ra yaxshiroq motorga pul to'lab chiqargani ma'qulroq. Shuning uchun ham sifat va kuch birligida Havallar. Tak, gapingiz to'g'ri, Asadbek. Hozir aynan nima uchun hamma M6 avtomobilini tanlashmoqda? Buni motori, hadovoyi, misol uchun keladigan bo'lsa, o'zini sifat darajasi bo'yicha ancha ustun. Boshqa modellarga qaraganda va boshqa mashinalar, в общем, iftisolan qilib aytadigan bo'lsak, boshqa mashinalarga qaraganda ancha ustunligi bor bu mashina. Endi bitta narsa, bu motorga qancha garantiya bera olasiz? Motorga 5 yil yoki 120 kilometr masofagacha sizga garantiya beramiz. Demak, shunda Asadbek 150 kilometrgacha 5 yil garantiya, to'g'rimi? 5 yil garantiya bo'ladi. Bu mashina asosan nima uchun? Misol uchun siz
servis tomonimizdan boshqa moy quydirib qo'ydingiz, misol uchun bilmasdan yoki motorni gaz quydirib qo'ydingiz. Undan tashqari bu motorni oddiy ustalarga borsangiz tushunishi ham oson. Ya'ni MPA motor juda ham mukammal ishlab chiqarilgan, ya'ni oddiy ustalaringizga ustangiz bo'ladimi, olib borib ko'rsatsangiz bu motorni tushunadi. Ya'ni GDI motorlarga o'xshab juda ham murakkab ishlanmagan, oddiy tushunarli qilib ishlangan. Shuning uchun ham odamlar ko'proq tanlashyapti. Bo'ldi. Endi bitta kapotini yopsangiz, batafsil obunachilarga ko'rsatamiz mashinani. Mana bu 3-pozitsiyasi. Da Asadbek? Albatta, bu 3-pozitsiyasi. Mana bu 3-pozitsiya ko'rib turganingiz. Narxlari bilan bitta tanishtirib o'ting. Narxlari boshlanadi. Mayli 3-pozitsiyaning narxlari 279 million 900 ming so'm, ya'ni bu full pozitsiyasi. 3-pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiyasi 259 million 900 ming so'm. Bu avtomat. Birinchi pozitsiyasi 249 million 900 ming so'm. Ya'ni biri bilan ikki narxi 10 million so'm. Razницani sezyapsizlar. Biri mexanik bo'lsa, ikkinchisi avtomat. Faqat korobkada farqlari bo'ladi. Qolgan joylari bir xil. Qarang, endi bunda necha xil rang bo'ladi? Bunda 3 xil asosiy ranglar tanlab olingan. Oq, qora va metallika ranglari bor. Metallika bir rangni ko'rsatib qo'ysangiz, mijozlarimiz agar ko'radigan bo'lsa, metallika rangi mana shu metallika rangi bo'ladi. Juda необычный и juda ko'chada yurganingizda ham misol uchun ranglar juda ajoyib ko'rinadi, to'g'rimi? Albatta, Jizzax shaharida ham ancha bunaqadan ko'payib qolgan metallikadan, chunki full tonirovkada yurishadi. Haqiqatan ham juda kam. Keling, mana oqini bitta ko'rsataylik. Bo'ldi. Asadbek, bu ikkinchi pozitsiya, mana ko'rib turishingiz mumkin. Mashinani gabariti ham, eni ham, uzunligi ham bir xil bo'ladi. Motor qismini ham bir ochib ko'rsataman agar mijozlarimiz uchun. Bo'ldi. Mana bu ikkinchi hozir biz ko'rayotganimiz, Asadbek ko'rsatayotgani bu hozir M6 ning ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Buni ham agar ko'pchilik so'rasa boshqacha deyishgan savollar ham tug'ilib qoladi. Motori 2 bilan 3 absolyutni bir xil. Akalar, mana o'sha motorimiz Germaniya baribir aralashgan bo'lsa, demak, yaxshiroq nisbatan. Endi mashinaning o'zini jihati juda ham katta desak ham bo'ladi. Uzunligi necha? Asadbek? Uzunligi turi 66 bo'ladi. Eniga 180 bo'ladi, bo'ylari 172 dan 170. Asadbek, qarang, bitta moment mana shu joyda mana qo'lim, bir qarish qo'lim. Mana. Bemalol yerdan balandligi 17 va 19 cm gacha. 17-19 cm, yaxshi. Diskalari bir xil ko'rinishda bo'ladimi, Asadbek? Diskalari, xo'p. Diskalar asosan mashinada bo'ladi. 3-pozitsiyada faqat spesi ko'proq bo'ladi. Demak, ikkinchisi shunday. Bir bilan ikkinchi pozitsiyasi Asadbek ko'rinishi faqat boshqacharoq bo'ladi, 3 ga qaraganda, to'g'ri. Lekin razmeri 17 razmer. Razmeri 17 bo'ladi, da. Endi obunachilarga bitta orqasini ko'rsating. Albatta, buni sotib oladiganlar asosan orqasiga, ya'ni bagaj qismiga juda ham ko'proq e'tibor berishyapti. Ya'ni misol uchun kelishadi, bundan qimmat mashinalarni ko'rishadi, uni bagajini bitta ko'rishadi, haqiqatan ko'proq narsa sig'adi. Ustalar deysizmi, bolani maktabga olib chiqasizmi, to'pollarga sayr qilasizmi, ko'proq nimani xohlasangiz, hammasiga mana shu mashina yechim topilgan. Ya'ni SUVlar modifikatsiyasida eng qulay mashina hisoblanadi. Ya'ni Xitoyda eng ko'p sotilganlardan. Asadbek, gapingizni bo'ldim uzr, orqasi juda keng, to'g'rimi? Albatta. 808 litr akalar. Nima deyapti? Mana orqasini qanday uzunligini bilishinglar uchun men sizlarga yerga o'tib ko'rsataman. Mana bilimdan kelyapti-da, mana balandligi. Balandligi demak belingizdan. To'g'ri, gapingiz ham juda to'g'ri. Endi akalar, 3-pozitsiyasi ham xuddi shunaqa. Tak. Razmer bir xil. Tak, endi bularni Asadbek ko'pchilik o'ylashadi, bir bilan 2-3 farqi nimada asosan farqlar? Shularni bitta-bitta aytib o'ting. Boya aytib o'tgandek, bir mexanika bo'lsa, ikki uchun avtomat. Bir ko'rsatib qo'ymadik, avtomat qanday bo'ladi misol uchun. Qaranglar, akalar, mana oldin 3-pozitsiyani ko'rsatamiz, avtomat korobka. Ya'ni 8 ta narsasi bor buni. Boshqa narsa avtomat korobka, tepada lyuklari bor. Tak. Multirul, cruise control, biskutchoy do'stlari ham bor, shoxlari ham bor. Mana e'tibor berishinglar. Men sanab o'taman, hozir ikkinchisini pozitsiyasining oldida mana shoxlari, asosiysi orqada 180 gradusning kameralari, partroniklar. Nima uchun kerak deydi bir xil. Partroniklar bu orqaga ishonch bilan haydashingiz imkoniyatini beradi. Misol uchun mana shungacha narsalar bo'ladigan bo'lsa, 40 cm qoldi, 10 cm qoldi degan narsani aytib turadi. Hammasini aytib turadi, to'g'rimi? Aytib turadi. Ya'ni bu ishonch bilan mashinani urib olmaslikka juda ham qulaylik beradi. Endi ikkinchi pozitsiyasini ko'ramiz. Ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni 8 ta narsasi. Tipali birinchilari shoxlari bo'lmaydi. Kimga farqlari, to'g'rimi? Da, farqlari. Biskutchoy, dostуп. Ya'ni nima degani? Kontaktsiz kirish rejimi. Kaltingiz yoningizda bo'lsa, tugmani bosib orqali ochish imkoniyati bo'ladi. Lekin bunda ham
magicali pulti bo'ladi. Bemalol bosib ochishingiz mumkin bo'ladi. Akalar, endi o'ylab ko'ring, 260 million so'mga ikkinchi pozitsiyasi, 280 millionga uchinchi pozitsiyasi yoki sizga mexanika kerakmi? 250 million so'm. Bularda uchalasida ham to'lov shartlari naqdga, avtokreditga, bo'lib to'lashga, перечисление bemalol olsangiz ham bo'ladi. Xohlagan turda. Naqd mijozlarimiz uchun juda ham katta chegirmalarimiz bor. Faqat avtosalonga kelishinglarni talab qolamiz. Avtosalonda batafsil tushuntirib beraman. Yo'q, gap chegirmada emas. Ya'ni qanaqadir bonuslarda, to'g'rimi? Bonuslarda. Xohlasangiz ko'chada turibdi, nimadir bonus qo'yilgan, uni sekin ko'rsatib o'tish mumkin bo'ladi. Bo'ldi aka. Endi buni ichi kiradigan bo'lsa, Asadbek, buni ichi juda ham keng bo'ladi. Albatta. Da. Mana sidinani eng oxiriga qo'yganmiz. Mana oyog'ingiz sizni bo'yingizdan 1.90 ga yaqinroq, misol uchun bemalol o'tirasiz. Misol qilib aytganda, meni o'zimni bo'yim Asadbek 184 sm tashkil qiladi. Endi men gavdamga qarab, meni bo'yim 1.68. Mana o'tirib ko'rishim mumkin bo'ladi. Da. Hozir mana Asadbek ham bemalol o'tirib ko'rsatadi. Meni bo'yim 1.60 mana ko'rishinglar mumkin. Oyog'imda yana shuncha joy qoldi. Yana bu eng oxiriga tiralganda, akalar. Akalar, shunaqa joy, qanchalik katta salon. Asosiysi buni 60 ga 40 sozlashingiz mumkin. Mana misol uchun men yotib ketyapman, ya'ni orqada yana bir sal kattaroq joy kerak bo'ladigan bo'lsa, buni olasizlar-da. Yana sal kattaroq qilsanglar bo'ladi, yana bagaj kattaroq. Da. Demak, yana joy qoladi, akalar. Yana. Nima kerak yana? Bundan ortiq kerakmi? Misol uchun uzoq yo'llarga bu charchab qoldingiz, kelasiz. Bitta qilasizda sal uxlash varianti bo'ladi, mazza uxlab ketish imkoniyati bo'ladi. Da. Endi Yevropa standartiga to'liq javob bera oladi. Asadbek, yana bitta masala obunachilar aytishi mumkin. Bitta savol qolib ketdi. Boshida aytgan savolimiz Hadovoy tizimi haqida. Hadovoy tizimi asosiysi. Hadovoy tizimlari oldilari mustaqil McPherson firmasida ishlatilgan. Bu ham germanskiy. Bir Google ga bunday search qilsalar chiqib keladi oldilari. Mustaqil bo'ladi, orqasi ham независимый подвеска bilan jihozlangan. Demak, Asadbek, mustaqil. Orqa oldi ham farqi yo'q. Albatta, orqa oldi ham. Agar siz mashinani sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Jizzax avtosaloniga keling, mutlaqo bepul, qancha desangiz shuncha harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Test drive'imiz ham bor. Albatta, test drive'imiz ham bor. Bo'ldi, tushunarli. Endi mana bu xaritasi bor, o'zi avtosalonda, har bir avtosalonda xarita bo'ladi. Bunda ko'rib turishingiz mumkin, xaritada barcha informatsiya yozilgan. Ya'ni butun dunyo muhabbati bilan olg'a yuring. Ya'ni havolda eng asosiy ishlardan biri bo'ladi. Ya'ni biz nima uchun bu xaritani oldiga keldik, sizni ko'rsatish uchun. Asosan havol qayerlarda ko'proq muomala qilinyapti, nimalar sotyapti, asosiy faktlar bilan tushuntirib o'tiramiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu endi Germaniyada asosiy aloqa markazlari mavjud, ya'ni motor qismlari mana shu joylarda, Frankfurt Germaniyada. Bu hozir yashil bilan belgilab qo'yilgan, Asadbek. Yashilda mana ko'rishingiz mumkin TR markazi. Ya'ni boyaga o'zini zapchast desak ham bo'ladimi? Shunaqa. Asosiy yuragiga teriladigan joy. Shunday. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Frankfurt, Oberhern, Munich bemalol. Ya'ni bu asosan Braziliya bozorlarida ham juda ham ilg'or sotilyapti ekan, ma'lumotlarimizda. Ya'ni Janubiy Amerikada ham juda ham ko'p sotilmoqda. Ya'ni ko'p turishinglar mumkin. Ekvadorda, misol uchun Braziliyada Haval H6 deysizmi? Ya'ni shuni premium darajasi Haval H6 asosan Braziliyada ko'proq sotilyapti ekan mana. Braziliyada. Bo'ldi, endi bunga Asadbek chuqurlashib ketmaymiz. Shunaqa. Asosiy maqsadimiz M6 ni batafsil tushuntirishdi. Da. M6 ni endi to'lov shartlari bilan bitta aytib o'tsangiz. Boshlang'ich to'lov, avtokreditga qanday, bo'lib to'lash qanaqa bo'ladi? Albatta, sotib olish tartiblari juda ham shart-sharoitlar qilib beryapmiz qo'limizdan kelgancha. Ya'ni birinchisi naqdga olsangiz bo'ladi, avtokreditga 1 yildan 5 yilgacha, undan tashqari rassrochga 1 yildan 4 yilgacha muddatiy to'lov, ya'ni olsangiz bo'ladi. Undan tashqari pensiya qilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni sizga 4 xil variant xohlasangiz 5 variant. Demak, firmalarga ham bemalol chiqarib bera olasiz. Bemalol chiqarib ketsangiz bo'ladi. Asosiysi mashinani olib mazza qilasiz. Endi obunachilarga bitta telefon raqamingizni aytib qoling. Obunachilar uchun telefon nomer 93 702 88 18 Asadbek Oktanov. Bemalol Asconix uchun telefon qildim. Sizlarga maxsus chegirma qilib beramiz. Asconix. Yo'q, yana bir adashdingiz. Chegirma emas. Bonuslar masalasi bo'yicha. Bemalol uchrashsangiz bo'ladi Asadbekning o'ziga. Albatta. Va sizlar bilan har doimgidek Havolchi aka, bugungi sanamiz 31 yanvar bo'ladi va
bu video aynan Asconix kanali uchun bo'ldi. Da, albatta Asconix Da. kanali uchun. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz sizlar bilan. Hozirda sizga berib o'tgan ma'lumotlarimiz shu bo'ladi va обязательно подписка va kommentariy yozib qoldiring. Albatta bundan manfaatli videolar, realniy faktlar bilan tushuntiraveramiz. Da, realniy faktlar bo'ladi. Asosan unaqa yolg'on narsalar bo'lmaydi. Kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyingi videomiz qanaqa bo'lishini aytib o'tsangiz ham bo'ladi. Ya'ni yozasiz, biz shunga qarab Obunachilar tezroq aloqaga chiqsa, bu endi bonuslari cheklangan muddatga amal qiladi Da. aka. cheklangan muddatga. Olib foydalaning demoqchimiz. Shunday. Ya'ni bu videodan maqsad shu bonuslarni ham olib foydalaning, mashinani faqat haydab chiqib ketsangiz bo'ldi. Sizlar uchun Asadbek O'ktamov va Kamina Kantarin havolchi aka bo'ldi. Havolchi Salomat aka, bo'ling. sog' bo'ling.